29-aprel o'z ish kunini boshladi. Asl uy-joy jamoasi. Assalomu alaykum. Qadrbaland qadrdonlarim, sog'-salomatmisizlar? Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Bobur kolxozida 5 bitak yaqinida 4 sotiq 4 xona uyi bor, plus oshxonasi bo'lgan ushbu fayzli hovlini obzorini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Uyimiz paxsada qurilgan ekan, lekin juda ham mustahkam tarzda qurib bitqizilingan ekan. Hujjatlari notariusga tayyor, bemalol pulini notariusga sanab bersangiz bo'ladi. Narxi $49,000 baho so'ralyapti. Oz-moz kelishiladigan joy bor. Uyimiz orqasida mana bunaqangi огород qismi bor va undan tashqari alohida o'zini mol xonasi bor do'stlar. O'zi uyimiz kattagina hovli, shuni yarmi sotuvga chiqyapti. Ko'rishlaringiz mumkin. Shu uyda qirg'og'idan devor tortiladi. Bu tomoni sizga qoladi do'stlar. Ko'ringlar, agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, hoziroq tepadagi raqamlardan ma'lumotini olib, ushbu xonadon agar sizga uy narxi ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, xonalarda ko'rishingiz mumkin, holati yaxshi ko'rinishda. Endi oladigan odam chiroyli qilib bitta o'ziga moslab olsa, ajoyib holatga keladi. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Uy egalarining aytishi bo'yicha kanalizatsiya ham kelyapti, serga pazbey deb aytishyapti. Undan tashqari romlarimiz akvaplast qilingan, eshiklari ham bor ekan. Uy egalari sizga o'rnatib beradi. Yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaymiz va eng asosiysi do'stlar, shunaqangi arzon hovloqlar etgan do'stimizga, tanishimizga ushbu videoni ulashib qo'yishni unutmang. Doimgidek Farg'ona shahridan Sergey Pazbey uning jamoasi bo'ldi. Keyingi videogacha xayr do'stlar.